Green Life korporatsiyasining omega 9 mahsulotini sizlarga tavsiya qilmoqchiman o'rtoqlar. Juda ham foydali mahsulot. Germaniyada ishlab chiqariladi. Xitoycha yozuvlarga e'tibor bermaysiz, chunki Xitoyda qadoqlanadi. Aytib o'tganimdek, foydali tomonlari juda ham ko'p. Birinchi navbatda immunitetni yaxshilaydi, miya faoliyatini, xotirani yaxshilaydi. Ko'z ko'rish qobiliyati, ya'ni zreniyani anchagina ko'tarib yaxshilab beradi. Qandli diabet, ya'ni sahrda ham anchagina samarali, energiya beradi sizga, charchoqlarni bartaraf qiladi, qolaversa qarish jarayonini ham sekinlashtiradi. Bu kabi foydali jihatlar juda ham ko'p. Hozir hammasini sizga sanab bera olmayman, lekin ishontirib aytishim mumkinki, muntazam ravishda iste'mol qiladigan bo'lsangiz, ana shu samarasini, foydasini qisqa fursatda sezasiz. Men Jahongir Olimov Green Life korporatsiyasining omega 9 mahsulotini sizga tavsiya qilaman.